savol ishlaymiz. Metal sulfidi u oksidlanish darajasi +2 va +3 bo'la oladi. Yonganda metal 3 oksid hosil qiladi va SO2 hosil qiladi. Va gazlar aralashmasi 1,5 marta kamaygan 0,9 bo'lgan kislorod bu yerda ortib qolgan, shuning uchun aralashma hosil bo'lgan. 0,9 bo'lib yubordim 1,5 ga 0,6 hosil bo'ldi. Demak, tenglama endi. Bu yerda 7 ta bor, 7x bo'ladi, plus bu yerda 1 bor, 1y barobar 0,9. Bu yerda 4 ta 4x plus 1y barobar 0,6. Sistemani ishlaymiz, ayrivoricha qisqarib ketadi. Bu yoqda 3x, bu yoqda esa 0,3 hosil bo'ladi. X bo'lsa x'imiz 0,1. Demak, 7 ko'paytirsak 0,7 mol bor ekan. Bu 7 mol, buni massasi berilgan 35,2. Hisoblayveramiz buni. 352 bo'ladi. 352 bo'lamiz 4 ga, 4 ta bor. 352 ni bo'lamiz 4 ga 88 deymiz. 88 bo'ldi mana metal est massasi. 88 dan 32 ni ayirib yuboradigan bo'lsam 56 qoladi. Temirligi ma'lum bo'ldi. Endi savolda oksid massasini so'rayapti, molyar massasi. Demak, oksidimiz temir 2A3 bo'ladi. Hisoblaymiz. 56 ko'paygan 2 qo'shilgan 48 160 bo'ladi. 160. Mana 160 bor, demak B bo'lar ekan. Keyin aytayapti va uni moli. Proporsiya qiladigan bo'lsak, bizda ya'ni o'sha sulfidning moli, uning moli degani sulfid haqida gap ketyapti. Sulfidning molini so'rayapti. 7 mol bo'lsa, o'zi 4 mol bo'ladi. Bu yerda 4 mol proporsiya qiladigan bo'lsak 0,4 mol bo'lar ekan. Demak, javobimiz B bo'ladi.